Bugun biz Yakkasaroy tumanida joylashgan Do'stlik bog'iga kelib, o'z sayrimizni davom ettiramiz. Do'stlik bog'ida jonli burchaklar ham mavjud. Siz bemalol bu yerda turli xil qushlarni ovqatlantirishingiz mumkin. Ana Do'stlik bog'ida aylanib yuribmiz va Do'stlik bog'ida biz bugun assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Rahmat. Bugun Do'stlik bog'ida biz yaxshi bir ijodkor yosh do'stimiz bilan ko'rishib qoldik. O'zingizni tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan barchaga kun xayrli bo'lsin. Men Abdulhakim Ali Mirzamahmudov, Farg'ona viloyatidan, ayni damda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti talabasiman. Bugun dam olish kunini mazmunli va maroqli o'tkazish uchun Do'stlik bog'ini sayr etish uchun kelgan edim va sizlar bilan benihoya va bevosita ko'rishib qoldik. Qarang, shu jarayonlarda siz bir Telegram orqali ko'rgan edimda, yaxshi she'rlar yozasiz, yaxshi she'rlardan aytib berasiz. Biroq shu kuzatuvchilarimizga o'zingizning ijodingizdan bir shingil aytib bersangiz. O'zim to'g'ri she'r yozaman, lekin davralarda o'zimni she'rimni aytishdan ko'ra ustozlarni she'rlariga murojaat qilishni joiz deb bildim. Shuning uchun O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufni Mehr qolur she'rini o'qib bermoqchiman. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yosh zamoni. O'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Qorachiqda porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Oqib ket suvlarda tohir, Zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir. Kelganda ham qiyomat oxir, mehr qolur, muhabbat qolur. Anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv. Yodda qolmas so'zlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur. Nima deysan ey g'ayur inson, g'iybatlaring qildi meni qon. Sen ham bir kun o'tarsan inon, mehr qolur, muhabbat qolur. Hammani mehr muhabbat tark etmasin. Rahmat. Rahmat. Juda ham rahmat. Biz Do'stlik bog'ida yana sayr qilishni davom ettiramiz. Rahmat. Qarang, anaqa Do'stlik bog'ida aylanib biz mana mashhur monumentga keldik. Bu monument Do'stlik bong uradigan monument hisoblanadi. Buni 90-yillarda O'zbekiston va Koreya do'stligi sifatida qo'yilgan. Demak, bunda ham bir o'ziga yarasha ramziy ma'no bor. Albatta. Demak, bu bog'ni Do'stlik deb nomlanishini o'zida ham bir qancha ma'noni jam etgan. Nomini o'zida ham bor, lekin bu yerdagi har bir dekorativ yondashuvlarda ham do'stlik faqat do'stlikni ifodasi aks etib turibdi. Albatta. Va bu yerda juda ham sokinlik, bemalol kelib bu yerda turli xil tadbirlar o'tkazish mumkin. Bunga hech qanday cheklovlar yo'q, faqat qonun doirasida bo'lishi shart. Albatta. Sen uxlaysan, beozor dildor, yotoqxonang to'lgan iforga va uyg'onib qilsang tabassum, olam o'xshab ketar bahorga. Otlanasan o'rningdan turib, o'zni otib oyna tomonga, gul keltirdim, guldan go'zal qiz, ayb sanama, chiqmay yomonga. Tun oldidan sochlaring yossang va sollanib belingdan quchgan, menga orzu bo'lgan bu faqat vaqt sabrim yeb qonimni ichgan. Sen bilmaysan, tunlar bedorman, kunduziga mador qolmagan. Bitta shahar kaftida yashab, sevishimni ayta olmagan. Endi gapni boshlayman desam, aka deysan qarab yuzimga va sevgiga bermaysan o'rin. Jon tiqilar shu dam bo'g'zimga. Sen uchundir bu qizil gullar,
qizil guldek qon bo'lmasin dil, Tangrim bejiz uchrashtirmagan, yuragingni menga tortiq qil. Aka deding, men singlim dedim, qo'ling so'ray roziman degin, erkalatib begoyim desam, erkalanib desayding degin. And if I've lost my charm, apologies due. No harm, 'cause you got a Do'stlik bog'ida biz hikoyanavis Farhod Eshon degan yaxshi, assalomu alaykum, yaxshi bir ijodkor bilan ko'rishib qoldik o'zi. Mana bu ijodkor bugungi bizning sayohatimizning, ijodiy sayohatimizning eng yaxshi ijodkorlardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bir o'zingizni tanishtirib olsangiz, kimsiz, nimasiz, qanday ijod qilasiz? Hop, Eshonov Farhod Rahmatullo o'g'li Marg'ilondan. Hozirgi kunda hikoya yozish bo'yicha o'z ijodiy namunalarim bilan oz bo'lsa-da ham xalqimiz e'tiboriga o'zimizni namoyon qilishga harakat qilib kelyapmiz. Yaxshi, zo'r. Farhod, yuring, biz ijodiy sayohatga ketdik o'zi. Yura aziz kuzatuvchilar, biz yura hordiq chiqarish maqsadida mana Farhodjonni qizlari bilan birga suhbat qurish uchun mana shu yerga o'tiribmiz. Qarang Farhodjon, siz ta'sirchan o'ylar degan bir kichik rubrika asosida hikoyalar yozasiz va Facebook, Telegram kanalingiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda yoritib borasiz-da bu to'g'risida. O'zingizning kechinmalaringiz, turli xil bir hayotiy voqealar asosida yozilgandek ko'rinadi-da bizga. Sizga bir kichkina bir savol, ya'ni bu hikoyalarni o'zingizning hayotingizdan olib yozasizmi yoki bu turli xil badiiy to'qimalar asosida bo'ladimi? Hop, Anvar aka, men o'zi aslida adabiyot nasr yo'nalishida ko'proq ijod qilganim uchun va yozuvchi sifatida oddiy odamlardan ko'ra ko'proq ta'sirchan bo'lganligim uchun shunaqa rukun o'ylab topganman va Telegram kanalimda avval boshidan shu rukun bo'yicha juda ko'p taassurotlarimni qo'yib kelaman. Shu paytgacha mana ayniqsa Toshkentga kelganimdan beri 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yildan buyon Toshkentdagi muhitni, odamlarni, oddiy aholini ichida ko'rgan kechirganlar, ayniqsa mana metroda ko'rgan odamlarimdan ta'sirlanib, ularda ish kechinmalarini o'zimcha tasavvur qilib qolganlarga yetkazib berishga va o'zim uchun shu Telegram kanaliga qayd qilib borish uchun ishlataman. Siz Marg'ilondan, Vodiydan Toshkentga kelgansiz. Toshkent sizga yoqdimi? Masalan, men Toshkentliman, Toshkentda katta bo'lganman, ota-bobolarim toshkentlik. Yaxshi ko'raman shu shaharni, lekin oxirgi paytlar juda ham zerikarliga o'xshaydi men uchun. Bilasizmi, Toshkent haqida men o'zimni shaxsiy fikrim bo'lishidan farqli o'laroq juda ta'sirli taassurotlarim ko'p. Ayniqsa so'nggi kunlarda badiiy taraflarni olib qaraydigan bo'lsak, ilmiy taraflarni olib qaraydigan bo'lsak, shu kungacha Toshkent shifo shahri, non shahri, mehmondo'st shahar, ilm shahri deb bilardim. Yaqin kunlarda ruslarda bir ajoyib so'z bor, bukvalno. Bukvalno. Shu orada, shu kunlarda, shu yaqin kunda xuddi mana shu narsa savol meni o'zim miyamga kelgandi. Juda sayoz shahar ekan degan xulosaga kelib qolgan. Bu xulosadan hozircha chiqib ketolmadim. Buni o'zining sabablari bor. Aynan ijodga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, ijodkorlar orasidagi muhit bo'ladigan bo'lsa, men shunaqa fikr bergan bo'lardim. To'g'ri. Hop, shu kunlarda qanday ijodiy yangiliklar kutmoqdamiz sizdan? Juda omadli uchrashuv bo'ldi. Uchrashib qolganimiz xuddiki nimalikda tasodifan bo'lsa ham qat'iylab uyushtirilgandaqa. Yozuvchilar uyushmasida birinchi kitobim loyihasidan Xudo xohlasa mana shu yili birinchi kitobim chiqadigan bo'ldi.
Xudo xohlasa yolg'iz o'zimni bilan, ya'ni oilaviy birinchi kitob chiqaryapmiz. Nomi Yo'ldagi aks va gul. Man va ayolim. Tez kunlarda, tez orada Yozuvchilar uyushmasidan chiqadigan Farhod Eshon va uning oilasi a'zolari bilan Aks va Gul nomli yangi birinchi kitobini dastxati bilan kutib qolamiz. Bermasangiz qarang lekin. Keyin bermasangiz kitob o'qimay qo'ya qolaman. Hech kerak. O'shaning uchun bering, menga dastxat qo'yib bering, astoydil qabul qilamiz. Kutingiz ham astoydil. Yaqin orada bir O'zbekiston yana bir yaxshi nasriy bo'lgan, she'riy nasriy bo'lgan kitobga ega bo'ladi va u birinchi kitob bo'ladi. 나를 울어버리게 만드니까 어느 것 하나도 나의 뜻대로 넌 할 수 없게 만드는 Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Keling siz bilan Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida joylashgan Seul bog'iga birgalikda sayohat qilamiz. Aziz kuzatuvchilarim, bugungi hamrohlarim Farg'ona vodiysidan kelishgan. Ular Abdulhakim va Omadbek. Ular bilan miriqib ijodiy sayohat o'tkazdik. Seul bog'ida mana shunday qo'ng'iroq bor ekan. Bu qo'ng'iroq bir narsa bilan, qattiq narsa bilan chalinadi va bombildi va qaramay yetadigan qo'ng'iroq hisoblanadi. Demak, shunda bu do'stlikni bong taratib, dong taratishni yana bir o'zini ramziy ma'nosida ko'radi. Bu yerda har bir narsa faqat do'stlikka, albatta qo'shishingiz mumkin, albatta. Uchta o'zbek Koreya hayvonida uchrashib qoldi. Bunda ham bir ramziy ma'no bor. Umuman me'moriy obidalarga, bularning detallarga, ranglarga gap yo'q. Qaysidir ma'noda biz bugun o'zimizni Seulda turgandek his qilyapmiz. Buni bizga mana shu atmosfera berib turibdi. Shundan go'zal. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even